Gapirma jim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim. 10-chi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Молодец, padaringga ming rahmat. Ketamanlik nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni kayfda topganim. Astalar sekin, povutni berdim. Somsa desa somsa, gumalar ham berdim. Bu qo'shiqni yozdim Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifatchilikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik ber eding. Qo'madi desam azgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Rastan shuni menga bering. Mana beraymi senga? Bir narsa beraymi? Mana pichang beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichang men bilan qoladi. Mana sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay paka. Shoh aka. Gapirma jim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim.